Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Drongo obunachilari. Bugun sizlarga biz Y030A modelini qisqacha ma'lumotlari bilan qulayliklarini sanab o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta narxini ham aytib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, biz boshladik. Ushbu modelimizni motor quvvati 240 vatt, tezligi soatiga maksimal 25-30 km. Akkumulyatori 60 volt 20 amper. Bitta to'liq quvvat bilan 50 km masofani bosib o'ta olasiz. Qo'l tormozlarida mana bunaqa ruchniklari bor, ko'rishingiz mumkin. Mana, endi hech qayerga yurib ketmaydi. Orqaga harakatlanish funksiyasi mavjud. Mana R tugmasini bosib orqaga harakatlanishingiz mumkin. Bemalol, hozir parkovka rejimiga tushib qolibdi. Mana. Ko'rishingiz mumkin, orqaga, oldinga harakatlanadi. 3 bosqichli elektron skorost bilan jihozlangan, yonida bokovoylari bor, lekin buni hali o'rnatganimiz yo'q. Mana orqa bagajini ko'rishingiz mumkin. Orqa bagajda bokovoylari o'zini original quvvatlagichlari chiqadi. Orqa bagaji ham ko'rishingiz mumkin. O'zi Y030A modelimiz ixcham bo'lishiga qaramasdan, orqasida bagajlari ham bor. Mana bunaqa himoya uchun dugalari mavjud. Tormozni bosganingizda orqa stoplari yonadi, orqa faralari. Endi buni oldi tarafiga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Aytgancha buni pavorotniklari mavjud. Oldida baquvvatgina mana bunaqa temir savatchasi ham bor. Agar yoshi katta insonlarga olib beradigan bo'lsangiz, nevaralarni bemalol mana bunaqa o'rindiqlarga o'tirgizib harakatlanishsa ham bo'ladi. Mana bu yerda mana bu tepkini shundoqqina bosganingizda orqaga yana bitta joy hosil bo'ladi va mana buni ham bemalol qo'yib 3 kishi harakatlanib bemalol yurib ketsangiz bo'ladi. Ixchamligiga buni aldanib qolmaslik kerak. Oldida ketib turgan nevarangiz ham bemalol mana bu ruchkalardan ushlab bexavotir ketsalar bo'ladi. Mana bu yerda dokumentlar yoki biron bir baklashkada suv bo'lsa bemalol solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Elektron tablosida barcha ma'lumotlarni ko'rsatib turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroq yoniq o'chiqligi, necha kilometr yurgani, zaryadga qancha qolgani, qanaqa rejimda turgani, hozir parkovka rejimiga tushib qolgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Tezlikni ham shu yerda ko'rsatib turadi. O'zim o'tirib ham ko'rsatib beraman, qanaqangi kengligini o'zingiz uchun bilib olsangiz bo'ladi. Oyog'ida ham mana bunaqa oyoq tormozlari mavjud. Mana bu joyida o'tirsangiz bemalol sig'ib ketishingiz mumkin. Xotirjam, mana bo'yim ma'lumot uchun 1.75. Orqasida ham mana xotirjam bemalol suyanib ketsangiz ham bo'ladi. 2 kishi, 3 kishi kichkintoy bilan bemalol sig'salaring bo'ladi. Agar sizga ham ushbu ixchamgina Y030A modelimiz ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing. Narxi atigi $480. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda cheklanmagan miqdorda yetkazdirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta Instagram sahifamizga va YouTube sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.